Roblox deganimiz bugungi videoda bo'ldi. Obunachilar bilan va qarindoshlarim bilan birga bo'ldi yangi videomizda ko'rib turganingiz bitta Justin bitta obunachimiz bor va qolgan hammasi meni qarindoshlarim bilan ko'rib turganingiz Amirchik, Diyorbek, Sirojboy va Shadow Blocks bo'ldi. Короче, bitta oz bo'ldi. Hammasi mendan oldin kirib olib, o'yinga kuchayib ketishibdi. Hozir men ustimda kulib o'tirishibdi. Hozir bular qarab tursa, men hozir вообще yorib tashlayman, уже men boshladim. 30 ta Robuxga avtokollekt olaman. Boshladi. Davay, короче, bitta tekin narsalar berar ekan, men gruppaga qo'shila olmayman. Men bitta Pipi Kiwi bilan mana bunaqa Bananito bir 10 milliard pul beryapti uni. Yo'q-mayo, men pulimni avtomatik o'zi aniq qiladi bolalar. Men borib pulimni olishim shart emas, avtokollekt qiladi va kuchimni bitta kuchaytiramiz bolalar. Hozir nima qilishni ham ko'rsataman sizlarga. Pulimizni полностью kuchimizni kuchaytirishga sarflaymiz. 175 bo'lib ketdi, даже bizaniki. Keyin bitta yana qanaqadir narsalar berar ekan, tekinga lekin bitta вообще tez kuchayar ekan bolalar. Ko'rib turganingiz 35 millionlik triple drop beryapti unga sразу o'yin boshlash bilan 10 milliardlik Bananito Dolphinito ham berdi. Keyin bitta reverse qilishimiz kerak. Bolalar reverse qilmasimizdan oldin bolalar, mana bitta uzoqdagi zonalarga o'tib ko'rishimiz kerak. 325 milliard kelsa biz mana bunaqa narsalarni kuchaytirishimiz mumkin. Bitta 1 trillionga mana bunaqa 1 milliardga banan olib qo'yamiz. 1 trillion pulimiz yo'q hali. Keyin tezlik qayerda? Tezlik mana bu yerda ekan. Tezlikdan kuchaytiramiz. 5 ga pul berdi. Tezlikni kuchaytirish esa bolalar mana bu yerda mana bu ekan. Da, mana uni kuchaytiramiz. Полностью tezligimizga yaxshi. Keyin 11 Robuxga bolalar 2x damage qilsa bo'lar ekan. Hozir masalan meni damage'im 4.5 ga bo'lib ketdimi? Yo'q, qo'limdagi nima? Tap apparat bolalar. Tap apparatlar urib mana bu yerdan o'tib ketishimiz kerak. Mana Siroj o'ynab qoldi, Sirojboy. Mashit tursanmiz ha. Yo-mayo, sizlar qolib ketdinglar menda undan. Chiqadigan tugmani bossanglar 10 milliardlik anoni beradi tekinga. Bananito Dolphinitoni beradi. 10 milliardlik chiqadiganni bossanglar. 10 milliardlik Bananito Dolphinito. Mayda otishda 750 ming HP kerak ekan. Oxirgi zonaga borishimiz uchun bola bizga вообще ko'p HP kerak ekan. Voy, 900 milliardlik spam bo'ldi. Yo, почти 1 trillion. 1 minutga ochiladi hozir. Qaranglar, men почти buzib bo'ldim endi. Почти buzib bo'ldim. Davay, oldik. Yaxshi 900 milliardligini oldim. Yo-mayo bola. 900 milliardligini oldim. Davay, zonaga boramiz tez. Bular vosh orqada qolib ketdi menda o'sha. Qaranglar, 900 milliardligini zonaga joylayman. 1 trillionni ishlash boshlaydi bola. Yo-mayo. Men triple tropi bilan Pipi Kiwi bizga osh kerak emas. Mana bu ham kerak emas. Bananito Dolphinito Pelpinito bo'ldi. Hamma sotamiz. Mana inventoryimizdagi 1.2 trillion pul berdi va bunga biza kuchimizni kuchaytiradigan bo'lsak bo'ldi. Yo-mayo 212 31 kadam beryapti. Meniki kelsak o'z-o'zi mana Robuxni permanent chiqarib yotibdi. 90 dollar lucky block yo'q, kerak emas menga lucky block. Короче, 13 trillion pulimiz bor. 1 trillionga unaqa chain savdo degan narsa olsa bo'lar ekan. Oy, drill oldik. Speeddan o'chirib qo'yamiz bola, speedni. 65 bo'ldi speedimiz. Qana kim zonasi? Sirojboy zonasidan qarab 153 million. Yo, buni konkret emas ekan, Sirojboy вообще slabey ekan. Mana kim zonasi? Amirchik mana 2 trillionlik bir chop ketdi. Amirchik, mana kimniki? 10 milliard bu. Bu ham konkret emas. 2,5 trillion bola bu kimmi? Mana bu kim? Ye! Dima bola, Dima. Dima вообще kuchayib ketdi-ku. Yo-mayo, o'n qarala. 2,5 trillion, 1,5 trillion to'xtaylar men вообще. Hozir 54 trillionga kuchaytir edi. Bitta reverse qilishimiz kerak, biz reverse o'zi bor. Reverse qilish osonmi? Reverse qilishimiz oson ekan bolalar. Da endi reverse tashlaydi, powerga kiramiz. Yana kuchimizni kuchaytiramiz bolalar. Reverse qo'yamiz. Bular reverse qo'yganda shunga sразу kuchayishyapti. Bizlar ham reverse tashlaylik, davay. Reklamalar chiqib zaynab qilar ekan lekin bor. Davay, yana reverse. Yaxshi, 4x keldik o'sha. Yo-mayo, pulimni ko'payishini qaranglar. O'sha 100 trillion bor. Reverse qilgan, reverse'da puli ketmas ekan-ku. Hozir maksimum reverse tashlaymiz avvalo. Kuchaytiramiz. Полностью yana bitta reverse, necha x gacha bora olar ekanmiz. Yana bitta reverse. O'sha bizani kamida 10-reverse o'zi kerak emas. 7,5x beryapti bolalar. 360 trillion pulim bor. Davay, yana bitta reverse. Ketdi bolalar. Oy, yaxshi 8,5 keldik. Yana bitta reverse. Bola, men maksimum reverse qildim, pulim yetmay qoldi. Dash buni qaranglar, 1,5 qa so'rayapti.
Da bizda korot tushiramiz bu yerdan. Endi bizda damage 121 bo'ldi. Men tezlik tushirmayapman-ku. Hozir 280 300 trillionga tezlik tushirib tashlaymiz. 70 qilamiz. 70 gazicha qolib ketdi. 70 qilib qo'yak shuni. Yaxshi 70-tezlik bilan birga suramiz endi bu yerda. Mana eng qimmat olishimiz uchun 1K kerak ekan, 1K. 1K yiqquncha biz juda ham qimmat birinchi olib kelamiz, trillionli. Analar puli вообще ko'payib ketgan borligi, вообще tez ko'paygan bunda pul. 4 million, 1.5 trillion narsa olgan. 4 trillion. 4 trillion diamond. Diamond olib ketdik. Sen pulingmi? 41 million. 41 million ekan-ku. Qanaqa? 41 million. Bular sizlar zonalarni kuchaytirib tashlabsizlarmi вообще? Mana kuchaytirib tashlaysiz zonamda. Ba'zan 2-3 tashib tashlayman, yorib yuboraman. Men tushundim. Shadow Blocks endi tushunib endi. Ba'zan kattaligini qaranglar. Yo-mayo! Uchinchidan chiqirdim. Voy bilan, chetojo. Voy bilan yana ko'paytirdim. Uni ko'paytirarkan bilan qo'yish kerakmi mana bu ko'paytirib? Hozir qo'yamiz hammasiga. Chiqmay qoldik bundan tepaga. Bundan tepasi yo'qmi-kan? Chiqmayapti bundan tepaga. Yo-mayo. Buni qaranglar bolam azonam kattaligini. 4K pulim bor. Mana drelni kuchaytiramiz, day. Mana olamiz, yaxshi. Qolganiga tezlikni kuchaytiramiz, tezlik tipi. Kuchimizni kuchaytiramiz. 265 kadan beryapti, day. Ketdi bo'ldi. Qaysi zonaga boramiz? Bo'ldi. Oxirgi zonaga borsak, menimcha вообще qimmat birinchilar bo'ladi o'sha yerda. Qana ninja zona bu 750 ga 4 millionligidan izib ketaman. 3 trillion berayotgan. Oy, Dima keldi bolalar. Kim birinchi o'tadi? 900 trillion ekan bu. Kim birinchi bo'ldi? Dimamanmi? 55 trillionlik bor ekan bu yerda. 15 trillionlik, 200 trillionlik bor ekan. Nima musullari bor bu yerda? Mana bir qimmatroqlar spam bo'lmaganmi? 200 trillionlik kitobat spam bo'lgan unda. Mana shu olib ketaydi, kitobat kebatdi. 200 trillion beradi sekundiga. Yo-mayo ketdi. Kerak yo'qmi bunda? Yaxshi bo'lsa bo'lmas ekan. Men urmoqchi bittasi. Sal qoldi bor. 200 trillionlik kitobat oldim. Pulimni ko'paydimi? Yo-mayo. Buncha men pulim ko'payibdi. 22K pulim bor. Sixi ekan mana 5x damage Razor Claves degan nima bu? Oy 705 kadan bola ko'tarilyapti. 705 kadan hal reverse qilmaymiz. Tekinga patarkalar berar ekan, lucky bloklar, pullar, bunaqa lucky bloklar beryapti vallahi. 1 million berdi. Bir balo ne? Bu bana bir balo edi. Mustir bilan chala beribdi menga. Qo'limdagi nasotar yaxshi. 100K pulim bor. 100K ga 118K ga ham tushiramiz vallahi. Yaxshi doy, let's go endi ketdi bo'ldi. Eng qimmat birinchi olib kelamiz. 1 million kuchim bor meni, 1 million. 20K? 20 qolyapsanmi sen? 20K lik olibdim ekan. Yo'qmi, qanaqasiga? Yema keldim. 20K bor o'tdi. Yo'q, foydasi yo'q. Necha million qoldi? Men o'tolamaz. Amechik borib kelib yuribdi bolalar. Sen ola olmaysan endi, uka. Men olaman. Qara kim ketdim? 20K! Oldim 20K ni. Ketdim. Buna bakmaymışsın. 20K ni oldim, bo'ldi. Oldi 67. Uradigan narsa yo'q ekan, ha? Bo'lsaga qiziqali bular. O sentrdagi menmi? Riches ve mo'ytda men buni qayli. Men haykalim tushirilgan men yerda. Men haykalim men yerda. Sizlarga ham ko'rinyaptimi? Bazarning o'rtasida menigiz. Eng qaranglar, richest player in the server, richest deb qo'ygan. Nima degani? Serverdagi eng qimmat baza meniki bolalar. Eng qimmat baza. 4 qiga mana ko'rsatsam biladi bolalar. Qiga nima olsam biladi, sixiga olsam bo'lar ekan. Yo'qmi, buncha qimmat bu. Hozir bizga 4 qi bo'ladigan bo'lsa, bolalar, mana olsa bo'lar ekan. 5 million bo'lib ketdi dajonim. Davay ketdi. Mana VIP tosh qancha? 90 Robux jo'may kerak emas yo'q. Thank you. Qani ketdi endi oxirgi zonaga boramiz, yo'q ko'ramiz hozir. Bolalar, mana 22 qalilar bor, olsammikan yo'qmikan? 20K, 22K, 55 trillion qanaqa 30K bor ekan, 2.5K. Yo'q, bu 2.5K bo'lmaydi, lekin Rainbow ekan bunaqa. Nom hotspot. 30K lik 80. Yo'qolib ketyapti-ku. 3 milliard. Undan ko'ra 22K ni olib ketgan, yaxshi-ku. Mana shu o'ylada, buni ham olsam bilan, keri yo'q-da, yo'qmayo. 40K, bu yerda 40K spam bo'ldi, o'shani olamanmi? 12 sona spam bo'ldi. Buni drop qilib bo'lmaydi ekan-ku.
Vay billa. Tashlab bo'lmasa 20 qa olib suramiz mayli. 20 qalik oldik. Keldi bola zonaga 31 qiy pulim ham bor meni va 40 kalik ana olmadim menimcha. To'g'ri tushirib keyin boramiz bo'ldi. Bu yerda 42 ana bo'lsa, da 42 qiy bersa yomon zo'r bo'lardi. Mayda speed kuchaytiradi. Speedda tezlashadi вообще. Yaxshi speedimizni 100 qilib tashladik. 4 qiy pulimiz bor. 4 qiyimiz hech nimaga yetmas ekan. Qarab surdik bolalar. Tezlik bilan borib eng oxirgi zonadan buzamiz. Dima ketyapti. 30 ga oldim. Ye buzib ketishni qara. 30 qa? Yangi joyda. 80 nima qilyapti? Yo'q, mana qanaqalari bor? Kim birinchi buzadi? Kim? Man. 10 qa, 10 qa spam bo'lgan. 1 qa, 20 qa, 10 qa. Mana nima? Qiy. Oy oy oy. Qiyda bor ekan aytdi. 2 qiy bor ekan. Mana 2 qiylikni olaman bolalar. 10 milliard sindirish kerak. Oxirgi zonaga yaxshi qoldim. Bolalar men mana bu yerda buzib bo'ldim buni qayla. Oy 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 3 qiylik esok sekoloq bor ekan. Esok mana bu yerda qanaqa? 2 qiy, 1 qiyla, 300 qa yo'q ekan. Musullar ekan. Ket 2 qiylik esok oldim bolalar. Yo, zonaga teleport qilamizmi? Yo, o'sha keldik bola, zonaga teleport qilishimiz shart emas, davay. Buni olib boramiz bola. 3 qiydan beradi. Hech kimda bunaqasi hozir. Esok. Yo, bola. Men trolida вообще kerak emas endi bor. 20 qalik ham kerak emas вообще. 20 qalik bu ham kerak emas. 2 trollik bu ham kerak emas. Bitta bir o'yinchi turadi. Shuncha katta zonada bitta bir o'yinchi turadi. Bir sig'i pulim bor. Oy. Mana olib qo'ydim bola. Nima? Yani ko'paymaydi, damage ham ama ko'paymaydi menimcha. 53 qiy men o'chirsa bo'ladi. Oy, 23 milliondan endi bola. Da undan ko'ra reverse qilaylik. Reverse qilamiz. Yaxshi 13x. Da yana bosamiz. Dash kuchaytiramiz, reverse ga bosib olamiz yana. Yana reverse yetib keldik. Sixi pulimiz bor buni qaranglar. Yana kuchaytirib, yana reverse ga bosamiz. Men zaynab qildi ekranni chiqarib ketdim. Day, reverse. Yaxshi, reverse ga keldik o'zi. Yana bitta reverse. O'tir ya 15x yozguncha qoldi. Day tushiramiz. Yana keldik. Bolalar, men 17x kuchaytirdim. Endi bundan keyingi reverse ga ham pulim yetmaydi. Hozir bunisi kuchaytiramiz xolos. 42 milliondan qilib beryapti endi. 2.5x, 2.5 sixi yuqorik. 100 ming qoldi. 100 ming. Mana bir nimalar berdi. Pul blueberry deyapti. Buni kuchaytirsa bo'lar ekan. 67 qiyga. Buni kuchaytirmayapmiz-ku. Bola menga 8, 9, 10 qiydan beryapti. 11 qiy. 11 qiydan bersa hozir menga 12 qiydan beryapti. Yo, 2.5 sixi kerak menga hozir. 2.6 sixim bo'lsa yoraman. Davay. 13 qiydan beryapti endi. Mana sotarish kerak. Blueberry octopusini qo'lida yomon jaka turibdi. Yo'qotamiz buni. Speed kuchaytiramiz endi bola. Speedni maksimum kuchaytiramiz. Yaxshi, speedni kuchaytirdik. Speedim max bo'ldi mana. Yaxshi, qanaqasiga. 3.5 sixiga hozir men 100-level qilaman, shu max. Max bo'ldi. Speedim max bo'ldi bola. Endi bu yerdan tul bir sipiga mana narsa olsa bo'lar ekan. 2 sixiga yana kuchaytirdim 69 million. Nima yana 69? Maksimum shu 9 sixi bo'lsa, menga hozir 9 sixiga 7 sixi kerak ekan, iz yig'amiz hozir. Yo, короче, bo'ldi hozir biz power kuchimizni kuchaytiramiz. Da 7.5 sixi, 24 sixiga keyingisi. Zona oxirida bor. 151 million bo'ldi, 151 million. Menimcha oxirga men bora olaman. Menimcha oxirga men bora olaman. Hozir ko'ramiz oxirgacha bora olaman. Yo'q, easy sindirib ketaman mana narsalarni. Samatda charchab ketdim. Yo, 13 milliardligini yorib tashladim shu. Yaxshi, 60 milliardga ezib ketamiz. Qani bu yerda qanaqalar bor? 100 qa, 2 q, maksimum eng qimmati 2 q, eng kattasi 3 q uzoqqa borsa. Men oxirgidan 3-chiga keldim. Ikkinchiga keldim. Oxirdan ikkinchi yaxshi bitta nima bor? Bittami surku? Eng qimmati men olgan esok sekunlar. 3 q berar ekan sekundiga, 3 q. Mayta spam bo'lsa olamiz. O'sha golden esok sekunlar bo'lsa, lekin oltinli yo'q ekan bola. Bundan keyingi zonada qanaqalari bor? Bu yerda esok sekunlar-ku? Yo'q, bola. Mayta 3 qiylik esok olsa bo'lardi. Mayta undan ko'ra 2 qiylik, 3 qiylik mana ikkita tralla chiqdi. Uni olib ketaveramiz.
Zonaga teleport qilamiz. Bu nima? Gadli to'xtab, ikki qiy ekan bu. Yo, bu ham musor. Day, let's qochdi bo'la, qochdi zonaga. Biz o'zimizga kerak bo'lgan primetchani olib qo'ydik. Buni maytga qo'yamiz, ikkalasi. Ye, uni qo'y joyiga. 35 sx. Bunga kuchaytiramiz endi buni. Trallallar. 10 qiydan beribdi sekundiga. 13 qiy, 17 qiy, 19, 22 qiy. Yo, mayo, buni kuchaytirsak-chi. 15 qiy bo'lib ketdi. Qiy. 17 qiy bo'ldi. Davay, menga 8 sx kerak. 8 sxga bo'lmoqdi. Ikkalasi ham 20 qiydan beryapti, bor. Hozir 13 sxga yana kuchaytiramiz. 13 sx yig'ilsin. Davay, 13 sx. Yaxshi. 22 dan beryapti ikkalasi ham. Biz boshqa gap. Necha million oldi? Davayda sipiga o'stiriladi. Yangi tooldi bo'ldi 7.5 xligini. Eng qimmati golden mano ekan bo'ldi. Bunga ham ozgina qoldi вообще. Power kuchaytirish 50 sx, yo-mayo, 50 sx ekan. Короче, 155 million bo'lsa 50 million yig'ishimiz kerak. 50 sx yig'ishimiz kerak. Yig'ib qo'yamiz easy. Ham bu 50 sxga bo'lib kuchaytiramiz. Keyin 57 ga mana kuchaytirsam bo'ladi, yoraveramiz. 246 million bo'ladi. Oxirigacha bora olamiz dema, nima deb o'ylaysizlar? Oxirigacha bora olamiz, 57 ga ko'paytiramiz. Yaxshi, ketdi bo'ladi oxirigacha. Davay. Bo'ldi, men oxiriga keldim, buni qaranglar. Musir narsalar bor ekan. 1.5 qiy eng qimmati. Undan ko'ra bo'ldi, mana bu yerda 3 qiyligini olib ketgan yaxshiroq. 3 qiylik ham yo'qolib ketibdi. Voy, bu ishda bor edi, yo'qolib ketibdi. 1.5 qiy. Qiy bordi, baraka. Bayt 3 qiyligi bor edi, yo'qolib ketibdi vallahi. Oy, maycho. 2 qiyligini olib qo'yamiz, ketdi bo'lib bazaga. Teleport qilib 2 qiyligini ham kuchaytirib qo'yamiz. Teleport, let's go. Olib keldim. Ketamiz. To'xtalab ketgan, aytib qo'yay. Max sx bo'lib yotibdi. Ampulim sx bo'lib yotibdi. 35 qadam beryapti. Yo, короче, bo'la, hozir hammasini ba'zan ko'rib kelamiz. Bu kim bazasi? Ana sanikimi? Yo'q, biroq ko'tan qoldi. Bu kimmi? 208 qiy bo'ldimi? Aha, menga bu. Slabi bo'ldi. Aha, bu meni bazam. Bu bo'pti 2.5 qiyin bo'lsa ham, va bo'pti 3 qiyin bo'lsa ham yutqizding-ku baribir. Bular ham yutqizibdi. Shadow, yo bilan Shadow yutibdi-ku. Yo, bolalar. 110 trillionlik bo'lgan. 6 million. Dimada 9 qiylik bor ekan mana. Birinchi o'rin Shadow, ikkinchi o'rin Dima. Shadow Legend deb yozamiz. Qani Shadow? Bu yoqqa kel Shadow. Qani qatta Shadow? Ye sog'lom bor edi. Mayli, yo bola, shu joyda videoga like bosgan, obuna bo'lib qo'yasiz bo'lar. Videoni tugataman bola, serverda eng boy o'yinchi ham men bo'ldim bola. Короче, keyinroq ko'rishguncha bo'ladi, like bosgan, obuna bo'lib qo'yinglar.